Hozir bularda mana simlarni olib tashyapmiz eshiklarning orasida mana ko'rishinglar mumkin. Kimga nima kerak bo'lsa mana to'sib tashlashgan. Simlar juda ko'p mashinamizda. Mana nariyoq taraflarni ham ko'rishinglar mumkin. Mana yotib simlar mana. Hamma eshikni ochib, boshqatdan o'sha yig'ilyapti mashinamizda. Noldan yig'ib beramiz, xudo xolisa. Videolarni kuzatib boringlar. Bitta holatdan qo'yib boramiz. Orqa faralari umuman yonmaydi. Hammasini ishlatib. Simlarni yechib olmamizda holatini ko'rishinglar mumkin. Juda ahvoli yaxshi emas bu simlar. Mana eski simlar hammasi mana yerda turibdi. Mana shu motorni yatsaklarni ham yechib olamiz. Xudo xolisa mana. Sulinni qilib faralaga alohida relay qo'yib. Mana cho'tga qilib yig'ilyapti. Akkuratni qilib. Hozir mana generatorga qo'yib o'tdim sulinni qo'rlagan. Oldingi holat bilan hozirgi holatini ko'rishingiz mumkin. Ishlarimiz bo'lyapti. 0.6 qilib yig'ilyapti. Mana avariyaga filchatorlargacha bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu mashinamizda signallar relasi bo'lmaydi. Mana bu qo'ydik signallarni chalyapti. Keyin bitta pirdaxonlikimizda stiklab podiyomligi bo'lyapti. Bittasi danni migat qilishiga bo'lyapti. Keyin suv sepadiganga ishlaydi ikkita pirdaxonlikimizda. Ularni ham moyka qilib beramiz, tekinga yuvib beramiz, to'g'ri eshitasiz. Faqat bizda ponni full variantni remont qildirsanglar, tekinga yuvib beramiz. Bu videoni shunaqa retro svarokalarga jo'natib qo'ydik. Tayyor bo'ldi. Bu mashina signalizatsiya stonovka qilib berdik. Ponni faralarni yengi qo'yib, alishtirib, elektr oborotdan to'g'rilab berdik. Ko'rsatib o'tamiz mana motorni yatsaklarni, qilingan ishlarni, suv bachkalarigacha yengi qo'yib qo'ydik, plafonlarigacha alishtirib berdik. Signallar stonovka qildik. Mana simlarni ko'rishingiz mumkin. O'zini zavod holatida olib qolindi. Ketganni alishtirib, to'g'rilab berdik. Bu mashinamizda mana ko'rishingiz mumkin. Tablolar ishlayapti mana. Kalitni yoqsak hamma priborlar ishlayapti. Rushnoylargacha yonib o'chyapti. Mana avariykalargacha stonovka qilib berdi. Avariykalar yonib o'chyapti. Mana danni faralargacha ishlayapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Hamma narsasi ponni full variant ishlayapti. Magnitofonlargacha stonovka qilib, tarpetkalarni hammasini boshqatdan yig'ib, ketganni alishda to'g'rilab qo'ydik. Bu mashinamizga 4 ta oynasi, 4 ta stikli podiyomli mana tushyapti. Mana ko'tarilyapti. Yo tarafga mana tushyapti. Ko'tarilyapti. Orqa tarafga mana tushyapti, ko'tarilyapti. Bu tarafga mana tushyapti, ko'tarilyapti. Bu mashinada mana orqa faralarni ko'rishingiz mumkin. Tormoz patfannilargacha o'nyapti. Zadniy faralargacha stonovka qilib berdik. Har doimda eng ishkala joyi mana nomer asli mana. Unchunchi mashinada yonmaydi nomer asli shenalar. Zadniylar yonmaydi mana. Bularda hammasini qo'yib, ponni mashinamizni full paketda ishlatib berdik. Mana ko'rishingiz mumkin mana. Oldingi holati va hozirgi holatini ko'rishingiz mumkin. Bitta kitob qo'ygan knijnilargacha turibdi mana. Ponni mashinamiz noldan yig'ildi mana. Hamma shuni otsanglar salon asli shenalar yonyapti. Yana bir marta ko'rsatib o'tamiz mana motorni yatsaklarni mana. Ikkita relay qo'yib berdik, farani usulinni qilib berdik mana, klemalarni to'g'rilab berdik mana, kapot asli shenalargacha yonadigan qilib berdik. Suv sepadiganlari. Ponni mashinamizda full variantda ishlayapti, xudo xolisa. Sizlarga ham shunaqa xizmatli bo'lsa, aytasizlar, akkuratni, sifatli qilib elektr montajini ponni full variantda ishlatib beramiz. Pastda video qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib ko'ringlar, kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Sog' bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.